Men Rustam Sobir, Oqsoch mahalla fuqarolarining raisiman. Yo'q, Oqsoch mahallasi fuqarosi Haydarov Azam aka bo'ladilar. Rais bo'l, necha ming aholiniz bor? 3072 ta aholimiz bor. Xonadon? 630 ta. O'tganda eslasangiz, ikkita masala ko'tariluvdi. To'g'ri. Mana haqiqatan ham o'tgan safarga mana ikkita masala ko'targan edik. Birinchisi mana aholini qiynab kelayotgan mana temir yo'l masalasini ko'targan edik. Mana temir yo'l tunneli ochilsa agar mana aholini mana katta mushkuli yengil bo'ladi-da. Mana bugun oktyabrda mana 15 ham bo'lib qoldi. Aholi shu yerdan mashinaga o'tishga yo'l so'rayapti. Bu tomonda qabriston bor, maktab bor, poliklinika bor, quda anda to'y tomosha bor. Yerosti tunnel a? Boshlaganlarda keyin birdan to'xtadi. Xalq mana shundan norozi bo'lyapti. Aholimiz juda xursand. Ikkinchi masalamiz mana bu G'izzavoddan mana chiqadigan tutunlar bo'yicha murojaat qilgan edik. Mana aholi xonadonidan to'g'ri yursa 150 metr. Faqat asfalt zavod, bu yerda G'izzavodlar ham bor a? Ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, mana shu tutun polni shu qarab kelyapti, aholiga qarab. Iloji boricha buni filtr qo'yadimi, bir boshqa balo qo'yadimi? Nima qilsa ham bir sharoit qilish kerak. To'g'ri gapda. Mana bu agar trezalarni o'chib qo'ysak, hamma narsa yuvilgan kir bo'lmi, suvga o'zi bilinadi-da, supaga ham bilinadi. Mana top-toza qilib supurasiz-ku, mayin bir nimaga o'xshagan supalagan nima paydo bo'ldi. Kuygan balon bu-ku, ichi balon. O'shani hidi kelyapti dedim-da. Bir men emas, boshqa ham seladan ham serashlaringiz mumkin. Ekologiya nima deyapti? Umumiy gap. Mana shu G'izzavoddan chiqadigan tutunlar bo'yicha hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Men she'ra tug'ilib, she'ra o'sganman. Yoshim 67 ga. Kechqurunlar umuman uxlash sharoiti yo'q. Na chaqaloqqa, na qariga, na yoshga. Aholini shu nafas olish darajasi nihoyatda og'ir. Necha kishi shu kasallikdan endi muddatidan oldin endi bir necha marta murojaat qildik. Filtr qo'yishmadimi? Filtr qo'yilgan deydi, filtr qo'yilmagan. Qo'yilgan bo'lsa ham ishlatmaydi, kechqurungi bo'lib qo'yaveradi. Uni ekologiyaga ham isbotlab bergan biza, tuman ekologiya, viloyat ekologiyasiga ham. Lekin hech qanday murojaatimiz amalga oshmayapti. Zavod kerak bo'lsa, ochiq oydin aytavering, biz ham bir g'amimizni yeyishimiz kerak. Bu dard bir mani dardim emas. Yo raisni dardi emas, yo Bergat yurti Nuronni dardi emas. Bu 3000 aholini dardi. Ishonmasangiz yuring, odamlarni yig'amiz, vaqtingiz bo'lsa, ana qanchalik xalq noroziligini o'sha yerga ham ko'rishingiz mumkin. Bizga odilona javob berishingizni so'raymiz, iltimos.